Do'stlar, Yangi hayot tumani Xushnud mahallasida joylashgan 7 qavatli g'ishli domimizning 4-qavatida 3 xonali uyimiz sotuvga qo'yilmoqda. Ko'rib turganingizdek, katta yo'lda qirg'og'ida joylashgan, hamda metro ham uzoq emas, yonida supermarket ham yaqin. Uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Do'stlar, uyimizni ko'rib turganingizdek, kosmetik remontda. Uyimizning koridor qismi juda ham keng. Chap qo'l tarafimizda bu yoqda uyimizning oshxonasi ko'rishingiz mumkin. Общий zal, mehmonxona. Bu yoqda kattalar yotoqxonasi. Uyimizni o'zini sanuzeli hamda hojatxonasi отдельный joylashgan. Ko'rib turganingizdek, kafellar qilib qo'yilgan. Bu yoqda yana bitta xona, bolalar xonasi. O'rtoqlar, uyimizning kvadraturasi 74 kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsak, uy egalari tomonidan 71.500 deb baholandi. Ozroq kelishadigan joyi bor. Videomiz yoqqan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, biz bilan bog'lanishingiz mumkin.